Akamning kundalik xotirasi. 4-qissa. Uning chiroyiga qarab, bizni vahima bosdi. Tamda bir ayol bizga qarab turdi. Qaranglar. Qaranglar. Biz uning gapini anglabla asta u ko'rsatgan tomga qaradik. Lekin hech nima yo'q edi. Ammo u yolg'on so'zlaganda qilmaydi. Nurali adash, bu yerda hech nima yo'q-ku. Shundaq, nədimi ayol bo'lsin deyman. Sen xato ko'rib qapsan, Nurali adash. Qaysar, Qahramon va Dilmurod shundaq deb Nuraliga qaradi. Ağayınlar, mən rastlı köydüm. Çaşları beliga tushadigan, ap-aq kiyim kiyib olgan bir ayol bizga qarab turganini o'z ko'zim bilan ko'rdim deyman. Nurali shundaq dedi. Dal shu chaqda lahmining ichidan bir ayolning yig'ilgan ovozi anglandi. Bu dal boyatingi ayolning ovozi. Nurali shundaq dedi va chiroyi o'ngib ketdi. Onunla emas, bizning chiroyimizda qonmi qonmadi. Yana kelib bu qop-qorong'u lahmining ichi tor ham qorong'u. Bir g'alati narsalarga uchrab qolsak, bizning chekinishimiz tez bo'ladi. Tuyuqsiz orqamizdan vichirlagan ovoz anglandi. Biz butun kuchimizni putimizga yig'ib, oldimizga qarab yugurdik. Qaysar yugurgach mendan so'rdi. Musajon adash, u nimaning ovozidir? Ajab sat chiqadikin ha. Balkim u lahmining ichida yashaydigan bir hayvonning va yoki boshqa maxluqlarning ovozi bo'lishi mumkin. Boshqa maxluq. Biz bu qabrga kirganda ko'rgansan, heliq tosh ishigining yon tarafdagi yo'g'on iskeletni. Tosh eshikning yon? Ha, ko'rgan. Sening demakchi bo'g'ining bu qabrida g'alati maxluq. Dal shundaq. Qarsan bu qabr noit sirliq ham vahimalikka. Yana oldimizda bizni qandoq narsalar poyonda silib saqlab turdi. U texi bizga qorong'u. Musajon adash, qancha bo'lsa-mu undaq emas-ku. Men undaq bo'lmasligini umid qilaman, adash Qaysar. Qaysar gapimni anglab, ha degan ma'noda beshini langshitib qo'ydi. Biz xili yurgandan keyin ikkiga ayrilgan lahmi yo'lining oldiga keldik. Voy anam-ey, bu nima ish bo'lib ketdi endi? Endi ikki yo'l paydo bo'ldi-ku. Endi qaysi yo'lga emas? Nurali bilan Dilmurod shundaq deb qoqshab ketdi. Dal shu chaqda orqamizdan yilqi vichirlagan ovoz anglandi. Qahramon asta qo'lchiroqni orqasiga tutdi. Ondan asta oldiga 10 qadam minib to'xtadi va asta oldiga engishib qarabla qattiq varqiradi. Tez qichinglar. Ular cho'ng chashqonlar ekan. Qahramon shundaq deb yugurdi. Biz tezla o'ng tarafdagi lahmi yo'lga qarab yugurdik. Adash Qahramon, ular rastli chashqonmikan? Sen aniq ko'rdingmi? Shundaq Musajon adash, ular odatdagi chashqonlardan ikkisi cho'ng chashqonlar ekan. Amsi biz Ular bizga yetish olay deb qoldi. Amdi gap qilay deb turishimga Dilmurodning qattiq varqirgan ovozi anglandi. Biz suratimizni tezlashtirdik. Biz shundaq yugurgan peti kangri yerga kelganda to'xtadik. Bu yerda qo'lida qilich tutgan iskeletlar bor edi. Chashqonlarmi orqamizdan chiqdi. Biz tezla yerdagi qilichlarni oldik va bizga qarab kelayotgan yo'g'on uzun tishli chashqonlarga qarab itildik. Chashqonlar bilan bo'lgan jang boshlandi. Biz chashqonlar bilan qattiq elishdik. Usti boshlarimiz bo'lsa, ularning yeshil qo'llari bilan bo'ylab
biz hozir yeshil odamga o'xshab qolgan edik. Tuyuqsiz bir chashqan putumni qattiq tishladi. Putumdan kirgan og'riq beshimdan chiqib ketdi. Men u chashqanning beshini chepib tashladim va qoq o'tirsidan ikki parcha qilib tashladim. Uning uchay bag'irlari yerni bir oldi. U tishliga yer qattiq og'rib ketib-atdi. Men maykamning bir o'ng yengini yirtib, chashqan tishliga yerni tangdim. Ularnimi chashqanlar tishlab ulgurgan bo'lib, qip-qizil qonlar yerni bir olgan edi. Biz 5 odam chashqanlar bo'lsa necha ming. Biz bundaq ilishib-asak, chashqanlarga yem bo'lib o'lib ketishimiz aniq. Men chashqanlar bilan ilishqach, atrofga qarashga boshladim. Bizning so'l tarafimizdagi tomda bir cho'ng kamarning borligini bayqadim va chiroyimga kulgi yugurdi. Men ularga qarab, "Og'aynilar, so'l tarafdagi tomda cho'ng bir kamar bor-ku. Tezdan u kamarga kirayli." Men chashqanlarni o'ldirgach, u kamar tarafga qarab yugurdim. Ularmi menga ergashdi. Biz ming bir jafoda u kamarga o'zimizni otdik va ming pushaymon qilibmi ulgurgan edik. Chunki biz pastga qarab do'milab tushib ketdik. Biz shunday do'milab, tamlarga so'qilib, oxiri bir hayvatlik qilib selingan o'rdining ichiga tushdik. Ilmi yaxshi u chashqanlardan qutulgan edik. Cho'ng kichik qasrlar, toshdan yasalgan haykallar nihoyat surlik edi. Biz o'rdining ichiga kirdik. O'rdining o'ttirsidagi qasrning ichida shohliq o'rni hayvatlik holda turardi. Ikki tarafida yo'g'on to'riklar, toshdan uyulgan yo'lbos haykali bor edi. Biz qasr ichiga kirdik va shohliq taxtning oldiga qarab mangdik. Shohliq taxti. Bugun o'z ko'zim bilan ko'rishim. Hey. Men buni o'ylab boqmagan edim. Dilmurod shunday deb taxtning yeniga ketdi va endi o'ltirishiga taxt birdilla o'ylanib ketdi. Orqadan Dilmurod noma'lum kuchning ta'sirida uchib ketdi va oldimizga qattiq tushdi. Voyjon, og'rib ketdi. Ajab og'rib ketdi. Turay adash, avayla ha? Men shunday deb Dilmurodni yo'ladim. Dal shu chaqda taxtning orqasidan g'oyat zo'r o'michik chiqdi. Biz o o'michikni ko'rib qaytibli qoldik. Uning yo'g'on to'rt ko'zi, qop-qora tuklari va badallari, yo'g'on putlari odamning tinni shurkandiratdi. Biz nima qilishimizni bilmay turishimizga o o'michik bizga itildi. Biz qasrning sirtiga qarab yugurdik. Tuyuqsiz o'michik o'zining to'ri bilan bizni taxtning orqasiga kuchab etibatdi. Biz udul uchib beribla tamga qattiq so'qilib yerga amdili tushib turishimizga biz yer bilan tangli pastga do'milab tushib ketdik. Bu chaqda hammamiz ho'shimizdan ketdik. O'qib shu yerga kelganda uyqu keldi. Men xotirni ustalning ustiga qo'yib, ustal chirg'imni o'chirib, karvatga chiqib yotdim. Ertasi bir kun bek oldirash bo'lib ketdim. Ertasi Xalmurod bilan shaharga kirib o'ynab chiqqach, o'zimizga kiyim-kechak oyoq ilib bir kun o'tdi. Bugun uyda yana men yolg'iz qolgan edim. Ishkital olmani pokiz yuyib, o'yladagi karvatda o'ltirib, xotirning oyiqini o'qishga boshladim. O'rmonliqdagi vahima. Biz bir chaqda ho'shimizga keldik. Boshlarimiz xuddi birsi kaltak bilan beshimizga urgandekla og'rib ketib-atdi. Hammamizning holimiz qanmag'ashqa o'rnimizda yotdik va ko'z oldimizdagi manzarlarni ko'rib, ko'zlarimiz yo'g'inib ketdi. Chunki biz u qabrdan chiqib bo'lgan bo'lib, hozir biz o'rmonliqda edik. Buni ko'rgan Dilmurod bilan qahramon shunday dedi. Oxiri u qabrdan chiqibdiq. Shunda qadash, men u qabrdan chiqib ketamay, hiliqi gigonat o'michikning qo'lida necha parcha bo'lib ketadigan bo'ldim deb qo'rqib ketgan edim. Voy shuni birdigina, men shundoq ansirgandim. Bir qiz bolaning qo'lini tutmay, ormonda o'tib ketamanmi deb, hilimi yaxshi hayot qoldim. Voy,
Nurali, o'tki jangalda tushaydi, to'q dangalda tushaydi degandek, sen nimalarni o'ylab ketding adash? Adash Nurali, asli Qaysar yiliq sen ko'rgan ayolni tutib, sana bergan bo'lsa-mu bo'ptikan, ha? Boshqalar gapimni anglab, qaqaqlab kulib ketdi. Bizning kulki ovozimiz bu o'rmonlikning ichini bir oldi va o'rmonlikda aks sada bo'lib anglanadi. Og'inilar, men shundoq deb so'z boshladim. Qabrga kirgandan boshlab qabrdan chiqqanga qadar yugurib madorimizmi qolmadi. Yana kelib qabrning ichida necha kun turdik, uni biz bilmaymiz. Yana qorong'i tushishga yarim soatlik qoldi. Shunga azra qo'rsoq yeydigan narsa tepib kelib, ondan toza uxlagandan keyin narsalarimizni tepib kelsak qandoq deysizlar? Ma'qul, bo'ladi. Amsa shunday qilayli. Biz o'rnimizdan turib, 3 tal to'shqonni yiqilib, daraxtlarga usib deganda qilib oran tutib keldik va o't yiqib to'shqonlarni pishirib yedik. Hamda o'zimizni yerga tashladik. Bugunmi oydin bo'lgan edi. Lekin osmonda bir talma yulduzlarni ko'rgili bo'lmaydi. Oradan qahramon gap boshladi. Og'inlar, u o'mechik bo'lmagan bo'lsa, biz hargizmi u qabrdan chiqib ketolmay, shu qabrda turib qolgan bo'lardik. Shundoq adash, helim yaxshi, u o'michik bizni qattiq urib qolgan bilan, lekin bizni u qabrdan chiqarib qo'ydi. U o'michikka rahmat deb qo'yamdik ya. Voy, adash Dilmurod. Urib? Nada bizni urdi? Qara adash Qaysar. Dilmurod qara. Bexosh yiqib ketgan o'xshaydi. Asasan, u o'mchik bilan qolsang bo'libdi-ku. Adash Nurali, qilishla emas. Hozir qaytib u o'michikka rahmat etib kelsinmi? Kechikmaydi deyma. To'g'ri adash, to'g'ri deysa. Qaysar shundoq dedi. Biz shundoq paranglashib bir joyda uxlab qoldik. Aziz anglag'uchilar, vahimalik asari akamning kunlik xotirasining 4-qismi mushada tamomlandi. 5-qism. Tuni yerimi bo'lganda hojitim qistab ketib uyg'onib ketdim. Men asta avaylab oydin bo'g'ashqa qo'l chiroqni yondirmay hojatga mangdim. Men ulardan sal yiroqqa berib bir daraxtning orqasiga o'tib hojat qildim. Endi mengishqa tamshalganda biri mo'ramni tutishidan cho'chib ketdim. Butun badanlarim sovuq terlab ketdi. Men o'rnimda midirlamay turdim. Adash Musajon. Tuyuqsiz Qaysarning ovozi anglandi. Men bu ovozni anglab, asta orqamga qaradim. Darvaqa Qaysarga. Voy adash, meni ajabmi qo'rqatdi. Gap so'z qilmaylik keladigan. Xuddi buzilib qolgan lobadaklar. Mundaq gap qilib ondan kagin. Ma'qul adash. Sen muhojatga kelganmi? Ha, yura. Mana. Biz shundaq deb qaytib yotdik. Qarsam o't teqi o'shmagan bo'lib, ozroq cho'g' bor edi. Men ozroq o'tin elib kelib, o'tga tashladim. Qaysar birdamning ichida uxlab bo'lgan edi. Menmi yotdim. Atsiz qushlarning yiqimliq sayrashlardan uyg'ondik. Quyosh nurimi o'rmonlikqa tushib, o'rmonlik ichini ilatishga boshladi. Biz o'rnimizdan turib, narsamizni izlashga boshladik. Biz tushkichi izlagan bo'lsaqmi, narsalarimizni topolmadik. Voy, nimaning narsamizni hech topolmaymiz deyman og'inlar. Sen bizdan so'rasang, biz kimdan so'raymiz? Nurali shundoq deb Dilmurodga qaradi. Demasam, atigandan beri orom ammay mang'ishqimi, putqo'llarimizdan mag'durmi qolmagan edi. Biz yana tishimizni tishlab davomliq mangdik. Biz mang'an sari o'rmonlik ichini
birdilla bir qavat qor tumanlar qaplashga boshladi. Quyosh nurimi yo'qib, o'rmonlik ichini qorong'ulik besishga boshladi. Ozroq bo'lsa-mu, atrofni farq etkilib bo'ladi. Bizni sal vahima bosdi. Bu nima endi? Atrofimizni tumanlar qoplab ketdi-ku, ag'inlar. Nayt yaxshi turadi. Endi tuyuqsizlar atrofni qor tumanlar qoplab ketdi-ku. Qaysar bilan qahramon shundoq deb atrofga ansizlik bilan qaradi. Dal shu chaqda atrofdan mushukning miyanglagan ovozi anglandi. Qo'rqib oralib turganda bu mushukning ovozidan bizdagi vahima avjiga chiqdi. Mushukning ovozi bara-bara yaqinlashib anglanishga boshladi. Biz atrofga ansizlik ichida qaradik. Bu o'rmonda mushuk nima qiladi? Dilmurod qo'rqib shunaq dedi. Tuyuqsiz daraxtning ustidan qip-qizil ko'zlik, qop-qora qora mushuklar bir-birdan paydo bo'lishga boshladi. Ularning bu turqidan ulardagi vahimani ko'rib olg'ili bo'ladi. O mushuklarning turqi nimandaq? Qaysarning so'zi oyoqlashmay turibla, mushuklar sad miyanglagan beti bizga tashlandi. Bizmi tezla o'zimizni mushuklarning hujumidan qochirdik. Hammanglar diqqat qilinglar. Busi daraxt shoxlaridan o'zimizni qo'g'daydi. Men shunday debla daraxtga tezla yomishib chiqdim va belikim cho'nliqidagi daraxt shexini o'shtib pastga tushdim. Qolganlar ham daraxt shoxlarini tepib bo'lgan edi. Biz holsiz badallarimiz bilan mushuklar bilan elishdik. Biz shuncha o'zimizni ularning hujumidan qochirgan bo'lsakmi, yanada ular bizni o'tkir tirnoqlar bilan yuz ko'zlarimizni tatilib qoniga bo'ygan edi. Navada biz ular bilan mushundaq urushaversak, biz ularning qo'lida o'lib qolardik. Bundaq urushaversak, tezda bu mushuklarning qo'lida o'lib ketamiz. Shunga biz tezdan bu yerdan ketishimiz kerak. Nima? Yana yuguramdoq? Amis sen mushuklarga amra bo'l. Men shunaq deb Nuraliga qaradim. U mening qarig'inimni ko'rib jim bo'ldi. Biz mushuklar bilan elishqach yugurishga boshladik. Mushuklar bizning orqamizdan qo'g'lashga boshladi. Yana qachong'ich yugurimiz? Bu bizga aniq emas. Biz oldimizga kelgan mushuklarni urib, tepib deganda ketib o'tdik. Tuyuqsiz mushuklar bir cho'ng daraxtning yeniga kelganda to'xtab, orqasiga qaytib ketdi. Buningdan hammamiz hayron qoldik. Bu mushuklar endi turibli qaytib ketdi-ku. Ya bo'lmasa biz kirmaydigan bir joyga kirib qolgan o'xshaymiz. Dilmurod bilan qahramon shunday dedi. Qahramon, oda sen endi gapimni deyishimga qahramon boya mushuklar kelib to'xtab qolgan cho'ng ikki tup daraxtni ko'rsatdi. Biz tangli u daraxtga qaradik va qattiq cho'chib ketdik. Chunki daraxtning ustida nurg'uldigan istiqlit boshlar turadi. Tuyuqsiz dadamning qo'shnimiz Olim akamga mundaq degan so'zlari esimga keldi. Qaranglar Olimjon, ol mahallining oyig'idagi o'rmonlikqa bog'u, Heliqi Amas Haychining ishki o'g'li va Davud qassobning ishki o'g'li u o'rmonlikqa o'ynag'ili kirib ketganiga bugun 5 kun bo'pti. Yana texi kundan kuniga yo'qolib ketadigan odamlar g'o'ldab qopti. Voy rasma, bu qandoq yashamdi? Boy qilibdi, lekin hammasining beshi yo'q. Putqollari nech parcha qilinib tashlangan holatda. U o'rmonlikqa o'tin og'ili bo'lgan Urayim bayqab, kanitga ma'lum qildi. Keyin kanitga soqchilar berib, yuqori darajalik soqchilarga ma'lum qildi. Keyin
qonun doktorlari va soqchiga kelib, u jasadlarni ip ketibdi. Gerçi bu ishning yuz berganiga 2 yildek bo'lsa-mu, yanada hozirgacha boshqalarmi bu o'rmonlikqa kirib boqmagan edi. Bu yerdan tezroq chiqib ketayli. Әмсі сәнді бақа, қандақ шығып кетіміз. To'xtanglar, bir shapa angladim. Mening gapimni anglagan Nurali bilan Dilmurod jimidi. Qahramon, Adaş Musacan, қандақ шәпі аңылдың. diqqat bilan angla. Men shundoq dedim. Ularmi jim bo'lishdi. Atrofimizdan noyati ig'ir nafas ovozi anglandi va bo'g'iq ovoz anglandi. Men u ovozga diqqat qildim. U ovoz bara-bara bizga yiqilishib kelishga boshladi. Tez mangayli, tez, buradarlar. Men shundoq deb oldimga qarab yugurdim. Gerçi ular mening nemishqa undaq deganimdan hayron qolgan bo'lsa-mu, orqamdan yugurdi. Qaysar yugurgach mendan so'rdi. Adaş, Musacan, bu sening nimdigining andi? Dal shu chaqda orqamizdan yo'g'on bir qopqor tuklik, uch ko'zlik, eg'izi yo'g'on bir maxluq daraxtdan bo'ya biz turgan yerga sakrab tushdi. Sababi mushu. Men Qaysarga qarab shundoq dedim. Buni sen qandoq bilding, adaş? Boyam u ovozni anglagan hamda daraxtning ustidagi qopqor narsani ko'rdim. Men sijilab qarsam, u qor narsa menga salbiy normal ko'rindi. Әсіл мұндақ деген. Qahramon shundoq deb orqasiga qaradi. U maxluq bo'lsa maydisiga xuddi orangutandek urib, qattiq birini o'rkirdi va yerga qattiq uribla bizning orqamizdan kelishga boshladi. Bu orangutandan o'zgargan maxluqmi nima? Sen uning nimadan o'zgarganligini o'ylab turmay tez yugur. Beka u maxluq seni o'zining hamrosi qilib atmisin. Dilmurod ortiq gap qilmay oldimda yugurib ketdi. U maxluq tuyuqsizli bir daraxt shoxini elibla bizga qartib otdi. U daraxt shoxlari uchib kelgan peti men bilan qahramonning orqasiga tushdi va bizni oldimizga uchirib atdi. Biz yerga tushib, necha do'milab to'xtadik. Usti beshimiz bo'lsa, to'pig'i melinib ketgan edi. U maxluq yugurib kelgan peti Qaysarning yeniga qattiq birini urdi. Yer yerilibla Qaysarni yeniga uchirib atdi. U yerga qattiq tushib, voyjallab ketdi. Dilmurod bilan Nurali bo'lsa, orqasiga yenib, yerdagi daraxt parchalarini ilibla u maxluqqa qartib atdi. Maxluq bo'lsa, qattiq birini o'rkirib, yerga qattiq birini urdi. Yerdan to'pila ustiga ko'tarilib chiqdi. Maxluq u ikkisiga qarab itildi. Uning bu turqidan uning necha kun bir narsa yemagini aniq edi. Qaraganda u maxluq bugun orang kelgan go'shtlarni qo'ldan berib qo'yishni o'ylamagan edi. Adash Dilmurod, Nurali, tez o'zinglarni chetga ilinglar. Men o'rnimdan turg'ach shundoq deb vorqirdim. Qaysarmi o'rnidan turdi. Adaş Musacan, bir ish bo'lmagandi. Yo'q adash, sanchu. Mango hech bo'lmadi, adash. Ha, amisi yaxshi bo'ldi. Yura qahramon adash, Qaysarning yiniga boray. Yura amisa. Biz asta Qaysarning yiniga keldik. U yerda voyjallab yotadi. Biz uni yo'ladik. Adash Qaysar, qandaqroq tursa? Putum og'rib ketib bardi. Qaraganda sunib ketgan o'xshaydi. Men uning putiga qarsam, rost degandek uning o'ng puti sunib ketgan edi. Biz daraxt shoxlaridan Qaysarning putini tangdik va bir daraxtning orqasiga o'tib turdik. Nurali bilan Dilmurod bo'lsa, u maxluqni ahmoq qilib atadi. Nurali solga yugursa, Dilmurod o'ngga yugurib, maxluqning diqqatini chachatdi. Dal shu chaqda bizning ustimizdagi daraxtdan cho'ng bir yilon u maxluqqa qarab aytildi.
Biz bu yılanning tuyuqsizli ustimizdan paydo bo'lishidan qo'rqib ketdik. Nurali bilan Dilmurod u yılanni ko'rib, tezla o'zlarini chetga oldi va tezla bizning qishimizga keldi. U maxluqmo yılanning kelganini sezdi bo'g'ay, tezla orqasiga qaradi. Lekin yılan u maxluqni quyruqi bilan birni qo'yibla yiroqqa uchirib etdi. Maxluq daraxtlarni sundirib vayron qilib, oxiri to'xtadi. Daraxt shoxlari uchib kelib, bizning atrofimizga tushishga boshladi. Bu daraxt bo'lmagan bo'lsa, daraxtlarning shoxlari beshimizga tushadi. U yılanmo qarg'anda nachapti narsa yemagandekmi qiladi. Endi bizni u ikkisi talashadigan bo'ldi. Hey, ular nimaga bundoq vashilishib ketadi endi? Bizni talashib. Nima? Bizni talashib? Shundaq, bo'lmasa ular bekordan bekor urushib o'ltirmaydi. Qaraganda ular nachapti narsa yemagan o'xshaydi. Shunga ular bizda go'shtlardan quruq kelishni o'ylamaydi-da. Shunga elishidi. Nurali gapimni anglab, chiroy totirib ketdi. Aziz anglag'uvchilar, vahimalik asar akamning kundalik xotirasining 5-qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat. 6-qism. Amsi biz qanday qilamiz? Qanday qilatdiq? Ularning diqqat qilmagan fursatidan foydalanib qochamiz. Men shundaq deb asta mangdim. Ularma arqamdan agishib mangdi. Biz asta avaylab daraxtning orqasidan o'tib, ulardan bara-bara yiroqlashdik. Asta orqamga qaradim. Qarsam ular daraxtlarni sundirib vayron qilib etgan bo'lib, ikkilisi eg'ir yaralangan edi. Ularning bu turqida bizga qarg'udekmi cho'lisi yo'q edi. Biz ularning bizni bayqab kelishidan burun bu yerdan ketib olishni o'yladik. Tuyuqsiz Dilmurod bir daraxtning shexig'a ehtiyotsizlikdan dastsab soldi. Bu ovozni anglagan maxluq bilan yilon tezla to'xtab bizga qaradi. Hayronlik qilgan edim. Biz ulardan xili yiroq tursaqmi, ular bu ovozni aniq anglabdi deysa? Biz Qaysarni ko'tirib yugurdik. U maxluq bilan yilonmi bizni qo'g'lab kelishga boshladi. Bizmi sur'atimizni tezlashtirdik. Bir chaqda u maxluq bilan yilon yo'qolib ketdi. Men orqamga shuncha qaragan bo'lsam-mu, ularning qarisimi ko'rinmadi. Shuning bilan birdam orom ilib olgandan keyin yana davomli mangdiq. Biz 1 soatdek manggandan keyin bir yog'och uyning oldiga keldik. Bu o'rmonliqdami odamlar turdi ekanda. Qaraganda bu o'ynimi usti bir yog'och sag'anda qiladi. Nurali shundaq deb eshikning oldiga keldi. Amisi, bu uyning egisini, dedi qahramon atrofga qarab. balkim uydimi, yo bo'lmasa sirtqa chiqib ketgandi. Dilmurod shundaq deb Nuralining yoniga keldi va Nurali eshikni ochib uyga kirib ketdi. Bizmi ularning orqasidan uyga kirdik. Uyning ichi bakmo pokiz, ratlik, ozod edi. Ajab ozod ekan bu. Ajab yurib ketdim, yuguraverib. Qahramon shundaq debla karvatga o'zini tashladi. Bizmi o'ltirdik va Qaysarning putiga qaradi. Puti qonab ketgan bo'lib, bak ishib ketgan edi. "Sizlar nima odam?" Tuyuqsiz anglangan bo'g'iq ovozdan cho'chib, tezla orqamizga qaradik. Orqamizda bir 35larga kirgan bir odam turardi. Biz yo'ldan ezib qoldik. Shunga birdam oram og'ach bu do'stimizning putini gapimning oyig'i tugmasdilla. U odam Qaysarning putiga qarab, "Uni karvatga yotqizinglar", dedi.
Biz Qaysarni karvatga yotqizdik. U odam yondagi uyga kirib ketib, ikki quta qizil ranglik narsani elib chiqdi va Qaysarning putiga u qizil ranglik suyuqlikni qo'ydi. Qizdirib ketgan yerlar tezla asliga qaytdi. Ondan yana bir qutidagi suyuqlikni qo'yishi bilanla Qaysarning putidan qop-qora is chiqib ketdi. Buningdan hammamiz hayron qolgan edik. Tog'a, bu nimasi? U qora is. Qahramon u kishidan shundoq deb so'radi. U kishi yenidan bir terini elib, Qaysarning putini tang'ash dedi. Bu qo'ng'izlarning qini. Kashda u qo'ng'izlar yer ostidan chiqadi. Ularning qinining ruhi ko'p. Bu qora is bo'lsa zahar. Bu gapdan biz cho'chib ketdik. Rostinglarni danglar. Sizlar chiqilmaydigan narsaga chiqildinglarmi? Biz jimib ketdik. U odam bizga boshdan qarab chiqdi. Qani, avval o'ltiringlar, dedi va karvatni ko'rsatdi. Biz o'ltirdik. U kishi bayamqi uyga kirib ketib, bizga suv elib chiqdi. Biz suvlarni ichibla birdilim madarimizga keldik. Bu mushu yerdagi sirliq buloqning suyi. Nima? Bu o'rmonliqdami shundoq sirliq buloqmi bormi deyi? Dedim men hayron bo'lib. Shundoq. Ba. Avval o'zimni tanishtirib o'tay. Ismim Salom. Sizlar kelgan mahallada turaman. Balkim sizlar mahalladagi kishilardan ismimni anglagan va yoki anglamagan bo'lishinglarmi mumkin. Haqiqatan mushu o'rmonliqqa berib o'lib ketgan ishlarni angladinglar haqiqatan. Shundoq anglagan. Shu chaqda kanitdan uchaylarni o'rmonliqqa berib, bu ishning sababini bilib kelish uchun bizni bu o'rmonga mahbiy holda avatgan edi. Biz o'rmonliqqa kelgan kunasi qattiq yomg'ir yig'ib ketdi. Biz yomg'irda bu yog'och uyni selishga boshladik. Uyni soq 2 kunda sep bo'ldik. Uyni sep bo'lgan kechasidan boshlab, uda 5 kun qattiq yomg'ir yog'di. Shunga biz yomg'ir to'xtaganda bularning nima sababdan o'lib ketganligining sababini bildik. Ular bu yerdagi tilsimatni buzib etgan ekan. Asli bu o'rmonliq, burun birovat mahalla ekan. Kishilari noydi inoq ittifoq o'tadi ekan. Lekin ularning yaxshi kunlari uzoqqa bormabdi. Bir kishi ehtiyotsizlikdan bir boyning qimmatbaholik narsasini chiqib qo'yibdi. Shuning bilan boy u odamni urib o'ltirib qo'yibdi va u odamning jasadini sirtqa tashlab qo'yibdi. U odamning ruhi u boyni o'ltiribdi va shu mahalladagi kishilarning hammasini o'ltirib etibdi. Shuningdan keyin bu mahallani bara-bara dal-daraxtlar qoplab, hozirgi o'rmonliq hosil bo'pti. Bu o'rmonning bir yerida qizil ranglik tosh bor bo'lib, u toshni tutgan kishi o'rmonliq ichiga banit bo'lib qoladi ekan. O'rmonliqdan chiqib ketish uchun u ikki olvostini yo'qotib, uning ko'zidagi yana bir qizil toshni elib, bir qurib ketgan daraxtning oldiga qo'ygandilar. Bu o'rmonliqdan chiqib ketgili ham o'rmonliqdagi absunni yo'q qilg'ili bo'ladi ekan. Salom shundoq deb so'zini tugatdi. Biz u toshni ko'rgan. Men shundoq deb bo'lgan ishlarni so'zlab berdim. Amsa ati o olvostini o'ltirgili borayli. Nima? Mushundaq ikki qo'limizni ko'taribla boramdiq? Yo'q. Hozir orom elinglar. Biz shunday qilib, atis Qaysarni uyiga qoldirib qo'yib, u olvostining yeniga qarab mangdiq. Biz yarim kun mang'andan keyin noyda vayron bo'lib ketgan yerga keldik. Hatto daraxtlarimiz sunib saqqanmagan edi. Biz endi mengishimizga bo'ron chiqib ketdi. Bo'ronlar orasidan noyda sat bir olvosti paydo bo'ldi.
mehmon kelibdi-ku. Qarışalıman. Qarışalıman. Mening odam go'sht yemaganimga necha yil bo'lgan edi. Bugun odam go'sht yeygan bo'ldim. Bugün seni öldürme. Sen neçe bir günah kişilerini öldürdün. Ular mening yerimga kelib, qalayim qanchliq chiqardi. O alvastayı şundaq depla bizga aytildi. Bizmi o alvastiga aytildik. Şu tarqida biz o alvasti bilan yerim kundek jang qilish orqali uni bakdasta o'ldirdik. Va ko'zidagi qizil toshni ilib, salom degan daraxtning oldiga qo'ydik. Orqadilla bir nihoyat chiroyli malik paydo bo'ldi. Va rahmat sizlarga. U alvasni o'ldirib, bizning ruhimizni amin qildinglar. Asli o alvasning kuchi zo'r edi. Onun kuchini sizlarga botirlik sunmas iroda yangdi. Endi sizlarga chiqish yo'lini deb beray. Sizlar mushu yerdan o'tilmangsanglar, o'rmonlikdan chiqib ketalaysizlar. deb g'oyib bo'ldi. Va u daraxtlarmi baraqsan bo'lib ketdi. Shuna qilib biz Qaysarni elib bu o'rmondan chiqib ketdik. Qaysarning putimi tezla o'ngshaldi. Salom tag'amni bo'lsa, mahallidagilar qizg'in qarshi oldi. Agar biz yana 3 kungacha paydo bo'lmagan bo'lsak, mahallidagilar soqchiga ma'lum qiladi ekandik. 7-oyning 28-kuni. Asli mundaq ishlarga uchirdim degina akasan. Asli salom degini qaysi kuni bizning uyga kelgan kishi shu ekanda? Endi bildim. Men shundaq deb tamoq etib yedim. Birdam sirtlarni aylanib kirib, qo'ylarga azroq shoxlardan selib berdim. Va xotirning keyingi betini ochdim. Hamda cho'chib ketdim. Chunki keyingi betda do'stimning ukisi uchirgan sirliq ishlar deb yiziqliq edi. Akam endi do'stining ukisining ishlarini yezibdi-da. Qani bunimi o'qib baqay. Men shundaq deb endi o'qishni boshlay deb turishimga telefon keldi. Qarsam akamga. Telefonni oldim. Voy aka, Nima ish qilyapsiz akam? shu xotirangni o'qib o'tadim. Ha, bo'pti. Qara, biz 2 kundan keyin ondan uyga boramiz. Dadamning ukisi bizning uyda 2 kun turib ketinglar deb bizni ketkili qo'ymadi. Ya senmi kira? Bo'ldi aka, kirmay. Ha, bo'pti amisa. Uyga obdan qarajimi? Ma'qul aka, ansirama. Xo'sh. Men shundaq deb telefonni qo'ydim va davomli o'qishga boshladim. Do'stimning Aqsudagi ukisi va uning ikki do'stlari bilan yezidagi koni mahalladagi uchirgan sirliq ishlarni ularning o'z eg'izidan anglab yozdim. 1 yil burun deb yiziqliq edi. Aziz anglag'uchilar, vahimalik asar akamning kundalik xotirasining 6-qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.